Salom do'stlar, sizlar bilan men va bugungi videoda albatta Stick War Legacy, ya'ni maytda yozilgandek Stick War Legacy o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Demoqchi edim, gaplarim g'alati chiqyapti. Bo'lmasa sizlardan like va obuna, men esa boshladim. Do'stlar, to'g'risini aytsam boshim o'ta qattiq og'riyapti. Shuning uchun video ozgina zerikarli bo'lishi mumkin. Hop. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek juda ham ko'p g'alaba qozondim deya olmayman. Mana hammasidan bitta o'ynab chiqdim. Do'stlar, sizlarga va'da berganimdek, bugungi video aynan shu o'yinning mod versiyasi bo'ladi. O'tgan safar demayman, bu o'yinda yangi ochdim va shuncha o'ynadim. Hozir nima edi? Va ancha skinlar ochib qo'ydim. Skinni almashtirish kerak edi. Ha, mayli. Hop, bunda doimiy ish. Mana bundan bitta chiqarsam bo'ldi do'stlar. Endi men ishonasizlarmi? Butun o'yinni shu askar bilan tugataman. Hop. Mana dushmanlarimiz kelib yoqa. Oy. Mana senga. Bo'ldi. Всё. Mana bunday qilsak agar 360% jon oladi. Hey yo, kalla qo'yapti. Mana bunday qilib jim qilamiz endi. Do'stlar, boshlanishga juda ham ko'p emas, albatta men juda ham kuchliman. Ulardan 2000 karra. Hatto mana meni ham o'ldirishim mumkin. Bemalol shoshilmasdan. Agar jonim o'ta kamayib ketsa, mana bunday qilaman. Bo'ldi. Ana senga. Mana senga. Birorayla. Hihi. Ma. Deb qolgani yomon bo'lyapti. Bo'ldi. Do'stlar, endi men xohlasam buni yo'q qilaman, xohlamasam yo'q. Mayli, video uzun bo'lishini xohlamayman. Bo'ldi. Yutdim. Mana men yangi chest sandiq. Hop. Skin almashtiramiz albatta. Mana skinlarimizni almashtirib oldik. Hop, endi nimani kuchaytirsam kerak? Bu va bu. Yetadi. Hop, West Wind. Albatta o'ynab ko'ramiz. Voy. Bo'lmasa men buni shunchaki nima deydi? Shunchaki ishchilarim bilan ishlayman va bu safar unaqa ko'p cheat ishlatmayman. So'z boyligim kamlik qilyapti do'stlar. Stop. Meni sehrgarim qani? Men shunga qiziqayapman-da, maytda sehrgar turish kerak edi. Ha, mayli. Hop. Bularda o'sha jangchilar emas bular. Do'stlar, bular mana bunaqa bizda ham bor. 30 agar mana, ya'ni qana ko'rsatsam bo'ladi. Mana. Yetadi. Bizda ham shunaqasi bor. Bo'ldi, buni endi X qilsak ham. What the? Bo'ladi. Shunaqa narsani chiqarsak, bu biz askarlarimizga foyda beradi, jon to'ldirib turadi. Hop, ketdik unda. Davom etyapmiz biz do'stlar. Bu qalqon, bu esa hujum. Magical chiqarishibdi. Men ketdim.
Men do'stlar mana shuni o'ldirmoqchi edim. Yurish qilishyapti o'sha. Mana undan chiqaramiz. Nima qilsamikin, ha? Yo'q, kelishyapti. Oy. Ye, buni. Oy. Qaytinglar. Do'stlar, menga kamonchi kerak va men bu bilan albatta unga hujum qilaman. Oy. Mana uni o'ldirishimiz kerak tezroq. Mana senga hujum etinglar. Oy, ikkinchisi bor ekan. Menga вообще farqi yo'q. Nima bunga tegmayapti? Oy. Otvardim. Kichik. To'xtanglar. Buni yo'li bor. Oz. Chet olib turib. Qaytamiz. Va men kamonchini Hozir do'stlar. Uzr do'stlar. Meni kechiringlar, men shunchaki ozgina shamollaganman. Mayli, bizda kamonchim o'lib qolgan demoqchi edim. Men shunchaki gapirishni xohlagandim. Oy. Hozir yana tuzatib qo'yadi. Loyla. Do'stlar, men undan chiqarmoqchiman. Men ham hop, ikkita bo'ldi. To'g'risi nima qilishni bilmayapman. Do'stlar, o'ldirib qo'ydim. Ko'ryapsizlarmi, snayperman-ku men. Cheksiz shunaqa qila olaman men do'stlar. Oy. Stop. Men bu faytda uni o'ldirishim mumkin. Shuning uchun hozircha hujum qilmayman. Mana, endi hujum qilamiz. Ey. Oy. Hozir nima bo'ldi? Hujumda. Oy. Oy. Qo'rqma. Ikkita jangchim halok bo'ldi. Endi hammasi ularni deb. Merik, o'zini jonlantir. Oy, hujumga. Hozir o'lishim mumkin men. Shuning uchun ozgina jonlanib olamiz. Regeneration. Biz regeneratsiya qilamiz. Jangchilarimizni chiqarib qo'yamiz. Bunaqada ular hech qachon o'lishmaydi. Do'stlar, bu menga yoqyapti. Shunday maromda davom etsak, bizning jangchilarimiz tirik qoladi va umuman o'lmaydi. Oy. Bo'ldi. Olib chiqib ketdik vaziyatni.
Bunday qilamiz. Ashna qilamiz. Endi. O'cha. Choq. Oy oy oy. Tezda bizga regeneratsiya kerak. Qayerda jang qilyapman men? Ha mana. Oppa. Yoppa. Oppa. Hop. Bo'ldi. Bizni tomondagilar meriklarni ham o'ldirib qo'yishimiz qoldi. Oy, tutun ostida hech kim ko'rinmayapti. Bitta merik berdi, lekin bizga kerak emas. O'zinglar bilasizlar-ku, do'stlar. Stop. Nega? Qayta to'xtagandik. Hop, free Westwind. Menga umuman qizig'i yo'q. Ikkita malondan chiqarib qo'ysak yaxshi ish bo'lardi. Hop. Bu safar ham xuddi shunday qilamiz. Hop. Oh, salom. Birga bir kurash. Mana senga. Aslida bu ikkiga bir jang. Mana senga. Hop, qochishinglar kerak emas. Mana, oy, tegmay qoldi. Stop. Tegmayapti. Endi tegadi. Hey, yo, qanday? Oy. Jonni to'ldir, ey. Do'stlar, juda kuchli jang bo'lyapti, ya'ni juda qattiq jang. Kuchlar teng emas albatta. Mana senga bo'ldi. Yo'l ochiq. Oy. Bo'ldi, endi buni buzib tashlasak bo'ladi. Mana bundayroq o'tamiz. Menda bitta fikr bor. Hozir. Bolalar, shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada albatta, hop, nimani tashlab ketasizlar? Hop, xohlagan stikerlarni tashlab ketinglar, faqat o'rta qo'ldan tashqari albatta. Hop, do'stlar, men bu haykalni yo'q qilaman. Va 3 2 undan oldin sizlarga rahmat aytmoqchiman. Menga 23 ta obunachi yig'ib berganinglar uchun. Bu men uchun juda katta, nima deydi, yutuq. Men o'ylamagandim bunchalik zo'r yoki bunchalik ko'p obunachi. Ko'p emas. Endi meni shunaqa yaxshi ko'rishinglarni bilmagandim. Meni aktivim zo'r bo'lyapti do'stlar. Bu hammanglarga rahmat. Unda sizlarni ko'p kuttirmayman va mana bu haykalni yo'q qilaman. Bum! Ajoyib. 23 ta obunachi bilan sizlarni ham tabriklayman. Bu katta yutuq. Xo'sh, endi nimani kuchaytiramiz? Mayli. Ana, bo'ldi. Endi keyingi yo'l desam bo'lmaydi. Keyingi videoda aynan shu yerda birinchi bo'lib o'ynaymiz. Ungacha mana bu yerni o'ynab turamiz. Ya'ni mana shu yer No Man's Land degan joyda. Bu yerda faqat gigantlar bo'ladi. Men albatta nima qilishimni o'zinglar bilasizlar. Gigantga qarshi gigant. Bu videodan keyin, ya'ni bu jangdan keyin menda mana bu yerga gigant ochiladi. Hozir ko'rsataman.
ko'rsatishim shart emas deb o'ylayman. Xuddi mana shu yerga mana buni qo'ygandim. Xullas, o'zinglar tushundinglar. Voy. Aslida mana bunday qilib ko'rsatsam ham bo'lar ekan. Ha, mayli. Xullas ketdik. Gigant biz tarafga kelayotgandi, lekin men oldimda bu gigant emas. Mana senga va yana bitta. Bunisi ham senga. Men senga gigantimni ko'rsatsam o'lib qolasan. Hozir. To'xtayman. Aloq bo'ldi. Unga yetadi. Qochib ketishdi. Menda gigantni ko'rib qaysi ahmoq qochmaydi? Hoppa, bekorga chiqishdi, hammasi o'lib ketishdi. 3 ta gigant. Menga yana bitta sherik kerak. Ungacha bularni aldab turaman. Aytmoqchi, menda sheriklar yo'q. Jonim ketmaydi deb o'ylagandim. Oy. Ana uchinchisini zarbalari tegmayapti. Ajoyib zarba bo'ldi. Endi hujumga o'tamiz. Bittasi minus, yana bittasi minus. Yo'q. Yana bittasi minus desam ikkitasi. Bo'ldi, yo'l ochiq. Mana bu maydalar bilan shug'ullanamiz endi. Hop. Yacha. Irg'ib sakrab tumalab, xullas jonim bilan sizlarni o'ldiraman. Chunki senlar shunga arziysanlar. Nimcha ko'psanlar senlar? Ahmoq. Qaytib chiqmaydigan bo'lishadi hozir. Opa. Va yana bitta zarba sizlar uchun. Ajoyib haykal buzish. Golden chest ochib ko'ramiz va videoni tamomlaymiz. Ajoyib gigant ochildi. Xo'sh. Albatta uni kuchaytiramiz. Hop. Do'stlar, mana shu 3 ta chest ochaman va video tamom bo'ladi. Hop, ajoyib. Va buni ochishimdan oldin sizlar kommentariyamga ajoyib like ishorasini qoldirib ketinglar. Kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar. Komment yozish o'zingizlarga binoan. Xohlasanglar fikrlaydi va menda bor. Ajoyib narsalar tushdi lekin. Hop, yaxshi. Afsuski yana o'sha onlar, ya'ni xayrlash onlari. Do'stlar, sizlar bilan ajoyib vaqt o'tkazdik. Nima desam bo'ladi? Mayli do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Entity 303 bo'ldim va like, kommentariya yozish umuman esdan chiqmasin. Xullas, xayr do'stlar, sizlar bilan yana bir bor aytaman. Men Entity 303 bo'ldim. Xayr do'stlar.